musulmon davlatlaridagi juda katta bayram hisoblanadi bu. Bizning ham vodiyimizda, Farg'onamizda bu bayramlar albatta ertalabda o'sha hayit namozi o'qilgandan keyin lozim joylarda bir pataxalarda yuriladi. Keyin o'sha o'tgan ginalar, bir nimalar, yomonliklar unutiladi. Do'stlar bir-biri bilan bir nima bo'lgan bo'lsa kechiradi bir-birini. Istardimki, shu xalqimizda shu bayramlar ham doim xursandchilik bilan, tinchlik bilan, o'yin kulgi bilan shunaqa bir yaxshi bayram o'tsa. Falaklarda yulduzlar yondi, quyosh nurlariga to'lmoqda osmon. Elimning ko'ksiga bir mehr tomdi. Bayraming muborak ey O'zbekiston. O'zbekistonim, O'zbekistonim, bayraming muborak O'zbekistonim. O'zbekistonim, O'zbekistonim, bayraming muborak O'zbekistonim. O'zbekistonim, bayraming muborak O'zbekistonim. O'zbekistonim, O'zbekistonim, bayraming muborak O'zbekistonim. Ayyomda shirin so'zni ziyon, har kuni ko'ngilga quvonchlar to'lsin. Chog'ocha yotir yurtimga bahor, bayraming muborak ey O'zbekiston. O'zbekistonim, O'zbekistonim, bayraming muborak O'zbekistonim. 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 Bayraming muborak O'zbekiston.